Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Sonic YouTube. Bugun sizlar bilan biz offline prank qilamiz. Ko'rishingiz mumkin. Otib turib emotsiya qildi. Mana va nihoyat comeback time boshlandi va round boshlandi va unga men birinchi headshotni berib olaman va tezlashtirilgan joydan ikkinchi headshotni ham berib olaman. Winchester tanladi. Winchester va Winchesterdan headshot berib olamiz. Yana ikkinchi raund Winchesterda. Unda ham headshot berib olamiz. Hatto qiyinroq bo'ladi bu safar. Chunki eng qo'y o'ynayapti. Qiyin bo'lyapti. Nimagadir. Mana berib olamiz bu headshotni ham. Va so'nggi hal qiluvchi raund. Bu ham kuchli o'ynasa kerak deb o'ylayman. Chunki oxirgi raundda menimcha offline prank qilayotganimizni sezib qoldi shekilli. Pesattiradi vallahi o'lib tashlayapti. Va qiyin bo'lyapti. Pesattiradi. Senga qo'ygan o'ynayapti. Kuchli o'ynayapti o'zicha. Ammo men uchun bu hech narsa emas. Mana senga qo'yyapti. Lekin bu men kutilmaganda headshot berib qo'yishimni bilmadim. Mana bunday qilib. Va bo'ya. Prankimiz o'xshadi.